Bu oq suyuqlik zangni qanday to'xtatishini ko'ring. Feroks surtayotgan paytda mahsulot oq rangda ko'rinadi. Qurilgandan keyin zang bilan reaksiyaga kirishib, himoya qatlamini hosil qiladi. Yangi yoki yengil zanglagan metal odatda qora rangga kiradi. Ko'p yillik va chuqur zanglagan metal esa to'liq qora bo'lmasligi, jigarrang tusda qolishi mumkin. Bu mahsulot ishlamadi degani emas. Aksincha, zang faoliyati to'xtatilib, metal yuzasi bo'yoq uchun tayyor holatga keltiriladi. Temirning eng katta dushmani zang. Bugun ozgina ko'ringan zang vaqt o'tishi bilan butun metalni yemira boshlaydi. Ko'pchilik zang ustidan to'g'ridan-to'g'ri bo'yoq surtadi, ammo vaqt o'tib bo'yoq ko'chadi. Zang esa yana qayta qoplaydi. Buning sababi oddiy. Avval zangni to'xtatish kerak. Ferox antiras konverter. Zang ichiga chuqur kirib boradi va uni barqaror himoya qatlamiga aylantiradi. Shundan keyin bo'yoq metalga yaxshiroq yopishadi va uzoqroq xizmat qiladi. Ferox metal tomlar, panjaralar, naveslar, eshiklar va darvozalar, temir ustunlar, quvurlar, rezervuarlar, metal karkaslar va boshqa barcha temir buyumlar uchun juda mos. Ayniqsa, namgarchilik ko'p bo'ladigan hududlarda, tog'li joylarda, daryo, kanal va suv havzalari yaqinidagi metal buyumlarni himoya qilish juda foydali. Ferox bo'yoqchilar, payvandchilar va temir ustalarining ishini yengillashtiradi. Bo'yoq oldin qo'llansa, sifatli va ishonchli natija olishga yordam beradi. Eski zanglagan metalni almashtirish har doim ham shart emas. Uni to'g'ri himoya qilish kifoya. Ferox zangni yashirmaydi, uni to'xtatadi. Ferox metalni himoya qiladi va bo'yoq uchun mustahkam asos yaratadi. Murojaat uchun telefon raqami